hökuməti 1949-yıldan buyan hakimiyeti asıl tutup duruyotgan Şərqi Türkistandagi kişilik hüquq dəbsənçilikləri haqidagi ayıpləşlərini bartaraf qilish uchun 6 dövlətning muxbirlarini rayonga ziyoratga o'rlashtirdi. Bu ramka ichida Turkiya, Misr, Afg'oniston, Pokiston, Bengal va Sirlanda qatorliq 6 dövlətning muxbirlari Xitoy axborot organlari o'rlashtirgan ziyoratga qatnashdi. Xitoy Xalqaro radiosuning xabariga asoslanganda, Turkiya ATV televiziyasining muxbiri Erdal Kurchay atalmış tarbiyalash markazlari haqidagi qarashlarini bildirib, bir taraflama qarashlarning mag'lub bo'lganligini va qanchalik xato qilganligimizni ko'rdik. Bu lagerlarda haqiqatan jinoyatga moyil bo'lgan va jinoyatga aralashgan ikki xil kishilar bor dedi. Şərqi Türkistan uçur markazining raisi Abdujil Qarqash Xitoyning soxta uyumlari va ko'z bo'yamchiliklarga aldangan muxbirlarga noroziligini bildirdi va mundaq dedi. Yillardan buyon qilayotgan zulmlar yetmagandek, bu vositani qo'llanayotgan Xitoy davlati navbatda dunyoni aldashga urinmoqda. Xitoyning Şərqi Türkistondagi inson qilipidan chiqqan jinoyatlari qabul qilinmaydi. Xitoyning bu razil vositalari dunyodagi tinchlik va osoyishlik muhitiga buzg'unchilik qilmoqda. Adalet, xotirjamlik va tinchlik bo'lmagan bir dunyoni tasavvur qilg'ili va yashag'ili bo'lmaydi dedi. Qarqish demasdan xalqqa yordam qilgan Xitoy soqchilari mavzuli xabarning parda orqasi kameralarda mundaq baş bo'ldi. O'z xalqini azgan va zulm qilgan, shuning bilan birga Sharqi Turkistonda millionlagan kishini lagerga qamagan Xitoy hokimiyatining yolg'ondan qor yog'dirib, o'z xalqini oldigan ko'rinishlari o'tirga chiqdi. Qirg'izistonda bir guruh kishi Qirg'izistonda ishiyotgan Xitoy ta'sirining oldini olishni talab qilib, namoyish faoliyat o'tkazdi. Ular Qozog'istonda Xitoyning ta'sirining kun sayin ishiyotganligini, shundaqla Qozog'istonning Xitoyga bo'lgan iqtisodiy tayinishining kuchib ketayotganligini ta'kidladi. Shuning bilan birga Turkiyaning Konya o'lkasi Churman noyisida xalq Sharqi Turkistondagi zulmga diqqat tortish va uni ayblash uchun namoyish o'tkazdi. Namoyishda bayonot e'lon qilib, Xitoy zulmini aybladi. Qozog'istonda Mi-8AMT va Mi-171 tipliq tikucharlar ishlab chiqarildi. Qozog'iston Mudofaa, Aviatsiya va Olam sanoati ministrligining Qozog'iston injenerligi shirkati Qozog'iston va Rossiya shirkatlari bilan Qozog'istonda Mi-8AMT va Mi-171 tipliq tikuchar aeroplanlarni ishlab chiqarish kelishimi imzoladi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Rossiyaning Afg'oniston siyosatini e'tiborsizlashtirishga doir bir doklad e'lon qildi. Dokladda Amerikaning Daesh kuchlari bilan aloqasi borligiga doir isbotlar borligi bildirildi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Daesh militanlarini Suriya va Iroqdan Afg'onistonga avatish qatorliqlar orqali Rossiyani terrorlikka yordam berish bilan ayblashga tayyorlanayotganligini ta'kidladi.